Bir insonni ko'zlaringiz bilan sevmang. Chunki bir zamonlardan keyin ko'z nuri ketadi. Shundaqla yuragingiz bilan ham sevmang. Chunki yurak so'qishdan to'xtaydi. Ruhingiz bilan seving. Chunki ruhlar sizdan avvalda ham tanishgan, uchrashganki, buningdan keyin ham uchrashadi, tanishadi. Haqiqiy aşık ruhlarda mavjuddir. Ruhiga tunish insonlar bir qarashida ko'zlarining ichi kuladi va sizni siz bo'lganligingiz uchun yaxshi ko'radi. Ranjisimi ham, xushal bo'lsimi ham, qayg'udimi ham, alamlarida